Pulli kursimizdan yana bitta dekor. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Siz bilan shu tortni birga qilamiz. Buning uchun bizga xolodilnikda или morozilkada kamida 6 soat turgan zagotovka kerak. Zagotovkamizni xohlagancha krem bilan qoplab olamiz. Faqat mastika bo'lmasin. Shanti krem, beton krem, cheese krem покрытие ham bo'ladi. Va vafli bumagamizni shunaqa 1,5 sm qilib kesib olamiz. Tortni balandligidan sal balandroq bo'lishi kerak. Tekis qo'ymanglar, ozgina volnisti izi bo'lsin, shunda chiroyli chiqadi. Shunaqa qilib polni bir etaj bo'lsa, bir etaj, ikki etaj bo'lsa, ikki etaj xuddi shunaqa qilib chiqamiz va tepasidagi ozgina oshiqcha joyi 1 sm o'tkazib kesib tashlaymiz. Juda ham baland bo'lib ketadi bo'lmasa. Menda ikkinchi etaji ham bor edi, ikkinchi etajini ham qilib bo'ldim. Tortimiz tayyor bo'ldi. Juda ham asal chiqdi va bunga gullarini va topperini qo'yib klientga berib yuboramiz. Kursimizda esa 10 dan oshiq dekor turlarini o'rgatamiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, podpisatsiya bo'lishni unutmang, chunki oldinda juda ham foydali va qiziqarli ma'lumotlar kutyapti sizni.